Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. O'tib ketgan bo'lsa-mu Ramazon bayramingiz muborak bo'lsin. Bu Ramazonni, bu sharafli oyni yashab tugatdik qarindoshlar. Vatandagilarning qanday o'tkazganligini tasavvur qilolmaymiz qarindoshlar. Ular 5 yıldızlık qizil bayroqqa qadalgan mehrobga qarab namoz o'qishga majbur bo'lmoqda. Bu musulmonlar uchun ko'tagisiz bir haqorat aslida. Ro'za tutishdan cheklanmoqda. Kamplarda Xitoylarning turli ximiyalik sinoqlarini qabul qilishga va bu sinoqlarda o'lishga, sarang'ulab qilishga, kasal bo'lib qilishga shunday ta'tir qismatlarga qistalmoqda. Biz ularning haq huquqlari uchun chet elda qo'limizdan keladigan ishlarni qilaylik deb jar selyapmiz. Hammaylan jar selyapmiz. Madirlayotgan odamning tayini yo'q hozirgi qarindoshlar. Asrab bu. Nadomat bu. Buning uchun ehtiroslarimiz cheksiz, uhsinishlerimizga javob yo'q. Madad yo'q qarindoshlar. Hammalarga ma'lum, Tibetning ahvoli bizning ahvolimizga qaraganda biroz yaxshi. Tibetni butun dunyo biladi. Sababi Tibet haqida Amerikaning ba'zi qonunlari bor. Ama bizning haqqimizda yo'q. Onun uchun Tibetlar qanday qilgan bo'lsa, bizmi shunday qilib baqsaq. Tibetlar 2 oyga qadar davomlashgan bir namoyish qilgan kelmish va bu namoyishning besimi ostida Amerika parlamenti hukumatga qonun loyihasi sunibdi. Ve bu ma'qullanibdi. Bununla göre bir namoyish başlandı Amerika'da. Ama bu ilgisiz qalan ovning xamtalashga uchirg'ini o'xshash bir vaziyatga chiqib qoldi. Fursatparastlar, cho'kkan parxutning kapitallari, yıqilgan beglar buningdan nesiba elishga, tirnoqlari yetgan doirani yulib elishga, uningdan foydalanishga urinmoqda. Lekin has qo'shashga odam yo'q. Uningdan pay elishga odam o kadar ko'p, has qo'shadigan odamning tayini yo'q hozirgacha. Qarindoshlar, biz mushuni qilamisak, rastdan desem ben bir qıtımlık amaliy naq maydon videosunu ko'rmadim. Ko'rishga jur'at qilolmadim to'g'risi. U yerdagi odamning ozligiga qanday yurak chidaydi shuni ko'rib. Numus qarindoshlar. La'nat bizning Uyg'urligimizga. Ba'zilarning deyishicha Amerikaning shu yaqin atroflarida 3000 Uyg'ur yashaymish. Yana ba'zilar 1000 Uyg'ur yashaydi deyapti. Bo'pti, biz 3000 mi demayli, 1000 ni ras qilayli. 1000 Uyg'ur yashayotgan yerda ba'zi kunlari 3 Uyg'ur maydon deymish. 3 Uyg'ur. Bu 3 Uyg'ur bilan Amerika parlamentiga besim hosil qilgan bo'lamdi. Ba'zilar töhmetlerini to'qidi.
bu hamtalaşda üzüge pay ayırmakçı oğalla yoki kelgüsüde özünün peyigini şeriklişitishdan qo'rqib yeni liderlarning o'tirib chiqishidan ensirganlar hammasiga la'natlar bo'lsin. Xalq qon yig'layotgan bir ahvolda bizning bu qilib bu rasvoliklarimiz uchun bizning taatquligimiz bor. Allah haqdir. Allah bir qavmni bakadan baka jazolamaydi. Bizning beşimizga bu kun kelgan bu kunlar adolatdandir. Allah'ning adolatidir. Shujining shumliqidan to'qining amchiqi yo'q degan tamsil bor. Nimalarni topmadi bular? İqtisodiy yordam qilmoqchi bo'lganlikni anglamay bo'lib pul yig'ib xajlayotidi, yeyotidi. Asli bu yeydiganlarning gapi bu. O'zlariga birlari inqilob uchun deb iyoni qilsa, bo'lishib yanchiq soladiganlarning gapi bu. Gerçi bularning ehtiyoji bor bo'lsa-mu, ehtiyojimiz yo'q deb jakalashga majburlandi. Endi ba'zilar qo'llag'ichimish kabi qo'llaydiganlardanmish kabi ko'rinish orqali nayt ustuliq bilan palonchining qo'mondonligidagi pustanchining boshlamchiligidagi bu harakatni qo'llaymiz deyish orqali parda qistab palonchi va deganni ishora qilib bu ishning natijasini uning gung daftariga yozmoqda. Bilib qo'yinglarki, bu yolg'on. Aqstikini bilmoqchimi? Aqstikini bilmoqchi bo'lsang, mana men deb beray aqstikini. Mana men aqsla. Gipos qilamda. Yana qanday tuhmatlarni topalaysan, yana qanday o'ydirmalarni topalaysan, men bir anglab baqay. Aqsti men bor bu ishning boshdan oxir. Qilay depanglamda. O yeznillerini, o akıllarını aqstikka o'sitish orqali qo'llaydigandek ko'rinib, amaliyotda ularni ulug'lamoqchi bo'lganligi bilan Ming Uyg'ur va yerdagi ahvolni qaranglar. Ming Uyg'ur va yerdagi ahvolni. Yana biz ozodlikdan haq iddao qila olamdikmi salohiyatimiz bilan? Nomus bu. Kök bayrak vayaga kemmigen bu eşeklerini qanday Uyg'ur deymiz? Nimaga asosan Uyg'ur deymiz? U gapni topsan, bu gapni topsan, uni ko'chilaysa, buni ko'chilaysan. Men buning shar'iysini deb berdim aniq. Bu ko'chada bo'ladigan bir faoliyat bu. Har kim kelishi mumkin. Aqsin nim qilsa uning oldinlanba bu namoyish deganmi? Agar sen tashkilotga qatnashmoqchi bo'lsang, uni surishti qil. Uning aqsti kim bor? Kim buning lideri? Qanday boshlamchilik qilyotdi? Uni surishti qil. Shundaqla u tashkilotmi sendeklarni qabul qilishdan burun chekib tanlashi lozim bo'ladi. Kim bu? Xitoyning jasusimi? Ya vatanparvarmi? Ama bir namoyishda bu shartlar bo'lmaydi. Sen Uyg'ur bo'lsang, bahona topma. Bahona topma, ko'k bayroqning atrofiga kel. Bu sening boshqa vaqtdagi namoyishlaringga o'xshamaydigan maqsadi va bir namoyish. Biz Tibetliklarni do'rab qilib baqayli, ular erishgan natijaga biz erisha olamdik, sinab baqayli degan bir namoyish. Yana qanday gaping bor buningga? Bu fursatda men bu ablahlarni la'natlash bilan birga mana bu javobni berdim.
Endi aqs haqqida gaping bo'lsa, menga qil gapingni. Men aqsini mi deb berdim mana. Xo'sh. Bu 2 futluq hayvonlarga qiladigan gapim tamam. Endi dunyoning har qaysi yerida yuraklari etishayotgan, bu namoyishga qatnashanmaganlik uchun chirpinayotgan, yulqinayotgan ot yurak qarindoshlarimga murojaatim shuki, to'g'ri, u uzoqlardan emas, bizga o'xshash hali yaqin hisoblanadigan yerdanmi u yerga berib qatnashish oson emas. Haqiqatan qimmatga to'xtaydi. Bağın bilenmi 1-2 günden artık tuğulu bulmaydı, qaytib kelishga to'g'ri keladi. Onun için aşılarının kötəgən pankratlarının aynısını, oxşışını, şuvarının oxşışını, tələbinin oxşışını, bayanatının oxşışını aşılardan tələb qıysanız əvətib durdu. Özümüz turuşluq şu memlekette Kanada, bu Amerika elçixanası var, konsulxanası var. Eğer elçixanaga yaqin bo'lsangiz, elçixana oldida, konsulxanaga yaqin shaharda bo'lsangiz, konsulxana oldida biz Amerika parlamenti oldidagi namoyishning bir parchasimiz deb namoyish qilsangiz, ashunga qatilgan ta'sirotni beradi. Amerika uchun o'xshash ta'sirotni beradi. Ve bu Amerika'da turib qatnaşmayotgan, gap tepayotgan, bahane tepip, yüzünü aqlash uchun bahane tepip qatnaşmayotgan bu boşluqni to'ldirgan bo'lasizlar. Onun uchun sizlardan iltimosim, talabim, murojaatim shuki, üzerine turuşluq devletlerde teşkillenip, top bulalısanlar, toplanıp, eğer toplananmasanlar, bir adam bolsanlarmı berip, Amerika konsulxanası ya ki Amerika elçixanasının aldıda, aşa namayişinin bir parçası ekanligini ifodalanlar. Bu emri qo'llash. Bu quruq gapni qilib, biya deb jig'iz, ikkigiz inkas yozgandan bunday bir amaliy harakat bilan qo'llab beqinglar qarindoshlar. Biz bir ish qilib baqani, bir ish. Bu fursatda yana shunimi deymanki, mana bu kadar ko'p xat yozgan qarindoshlarimiz bor edi. Özünün canını bağışlaydiganlığı, hayatını taqdim qiladiganligidan lap atgan. Qani shu bizni shunday bir o'limga boshla. Biz o'lishga tayyor, vatan uchun biz mana biz deydigan nurg'un qarindoshlar. Ne desizlar shu qarindoshlar? Ne desizlar? Aldı bilan bu ishni bir qilib baqinglar. Osondan boshlab baqayli. Osondan. Çoxumki men ete ögün silliga aşa degan şonlimi topalayman, tepbiralayman. Şu vaqtda sizning qaranglin topqini olmaydigan o'xshaydimi? Hozirgi holatdan qaragan vaqtida agar sizlar uchun resmiy bir ish tepilgan vaqtida, qani sizlar deb chaqirgan vaqtida sizlarni topqili olmaydiganligimi ko'zim yetib qoldi. Bu beni ümitsizlendirdi. Hasret, nadamet. Bu. Qarindoshlar. Eğer qarindoshlarda bu cesaret rast olsa, vatan uchun fidoyi bo'la, vatanning savdosi uchun oshiq bo'lgan bo'lsa, tamasız aşık, hech nima talab qilmaydigan aşık, oddiy jangchi bo'la oladigan ruh bo'lsa, maydonga chiqsin, men bilan aloqalashsin,
aldı bilen bu namayışga avaz bolsun, onundan keyin men bilen alakalaşsın. İsmin, kesbin, okugan kesbin, okugan derecen, qaysı memlekette turuşluk ekenligin qatarlyk bu uçurlarni bana yollasanlar, men bir günü sizni izleymen. Sizlarga layık iş tapaman. Çünkü bu işni tepish uchun sizlarning qaysi davlat ekanligingni bilishim kerak. Qanchalik saviyada ekanligingni, nima ish qila oladiganligingni bilishim shart. Onun uchun bu uçurlaringni bana yollasanglar bo'ladi. Ammo aldı bilan asandan başlayını, birinci pellempeyi atlayını, bırakla 10. pellempeyin talep kılmanlı o yalgan buludu. Bu asanga kurban vermeydiğen, kan dökmeydiğen, can ketmeydiğen, mal ketmeydiğen. Bu asanlı kıpakaylık arkadaşlar. Üzanlı turuşluk memlekette emeli hareketinler bilen bu namayışka katılınlar. Hemme devlette var Amerika'nın elçihanısı, konsulhanısı. Bazı devletlerde payitaxtda elçixana oldu. Onundan başka asaslık mühim şehirlerde konsulxanalar var. Bir qancha şehirde. Elçixana uzak gelse konsulxanalarga beringlar. Uzak tuturup mu bununla avaz qo'shqili bo'ladi. Quruq gap bilan avaz qo'shmanglar. Quruq inkaslar, bir yig'iz, ikki yig'iz gap yozishlar bilan öz üzerine gollamanglar qarindoshlar. Bahani tapqanlar endi meydanga chiqib baqsin, ularning nima inkasi bor, uni anglab baqayli. Aqsini surishtirganlarga mana endi aniq javob berildi. Bunun aqsini aniq bo'ldi. Endi nima deydiganligini, qo'llovchilar nima deysizlar, qarshi turuvchilar nima deysizlar? Düşman kuchli nima deydi? Ko'rib baqayli. Hammamiz o'rtaq ko'rib baqayli buni. Ammo qarindoshlar, midirlanglar. O'ttirib elib o gap yomzig'anga ish tutmaydi. Bugun mo'shinchilik ko'rishayli. Allah tutgan ro'zalaringlarni maqbul ibodatlar qatoridan qilsin. Amalinglarning Allah yo'lida qilgan, Allah rızası uchun, vatan, millat uchun qilgan salih amallaringlar uchun qat-qat ajr, daraja ato qilsin. Hammanglarga rahmat.